Assalomu alaykum qizlar. Mana men sizlarga bugun yana yangi choklarni ko'rsatmoqchiman. Juda ham chiroyli chok. Mana shuni o'rganib, to'qib, mana kuzatib boringlar. Mana 3 ga bo'linadigan 15 ta zanjir oldim. Oxiriga kelib 2 ta zanjir olaman qizlar. Nakit olaman. Hamda mana qaranglar. 1 2 3. 3-zanjirdan nakitli stolbik to'qib chiqarib olaman. Mana qaranglar. 1 2. Ikkita mana bu zanjir yana to'qiymiz. Undan tashqari yana nakit olaman qizlar. Bu stolbik nakit. Yana xuddi shu joyidan ipni ilib olib chiqaramiz. Buni ikkitani bitta qilamiz. Mana yana davom ettiramiz. Mana yana sanaymiz. 1 2 3. Uchinchisidan qizlar yana ipni nakit bilan stolbik qilib chiqarib olib yana ikkita zanjir to'qiymiz. Yana buni xuddi shu joydan ipni ilib olib stolbik nakiti bilan ilib olib ikkitani bitta qilib to'qib olamiz. Mana qizlar, mana bunaqa hosil bo'ladi bizga. Shu tarzda mana 1 2 3 ilib olamiz, chiqaramiz. Ikkitani bitta, yana ikkitani bitta qilamiz. Yana ikkita zanjir to'qiymiz. Yana xuddi shu joyga ilib olamiz, ipni chiqarib, yana ikkitani bitta qilib to'qib olamiz. Sizlarda ham shunaqa chok hosil bo'lishi kerak. Shuni shu tarzda oxirigacha davom ettiringlar. Mana qizlar, oxirigacha to'qib oldim. Endi davom ettiramiz. Ikkita zanjir olib, uni orqasini o'giramiz. Orqasidan nakit olamiz. Mana shu kvadrat hosil bo'lgan joyga 5 marta nakit stolbiki bilan chiqarib olamiz. Mana bu bittasi, mana bu ikkinchisi, mana bu uchinchisi, mana bu to'rtinchisi qizlar, mana bu 5-chi qizlar. Mana shunaqa 5 ta chok chiqarib olamiz. Mana shunaqa hosil bo'ladi sizlarda ham. Keyin yana nakit olamiz. Keyingi uchburchak ichiga yana 5 marta shunaqa nakit stolbiki bilan to'qiymiz. Mana bu 1 2 qizlar, mana 3, mana 4, mana bu 5, mana 5-chi. Xuddi shu tarzda oxirigacha yetkazamiz sizlar bilan. Mana qaranglar, shunaqa hosil bo'lishi kerak sizlarda ham. Mana qizlar, oxirigacha to'qidim. Endi buni ikkita zanjir olib orqasini o'giramiz. Mana diqqat bilan kuzatinglar. Yana nakit olamiz deydi qizlar. 5 ta nakit stolbik olgan joyimizdan 1 2 3 uchinchisiga tiqib olib uchburchak hosil qilamiz. Mana qizlar, mana ikkita zanjir yana xuddi shu joyga tiqib, mana qaranglar, mana kvadrat hosil bo'ldi. Yana nakit olib, keyingi qatoridagi 5-chisidan 5 ta stolbikimizdan 3-chisini ichiga ipni ilib olamiz tiqib. Mana bu yerga ham uchburchak hosil qilamiz qizlar. Mana ko'ringlar diqqat bilan. Mana bu yerda ham uchburchak hosil bo'ladi. Bu birinchi qatorimiz hisoblanadi. Mana bu pastda birinchi qator to'qidik-ku, xuddi shunaqa qilib oxirigacha yetkazib, keyingi aylanasiga bo'lsa, keyingi ikkinchi qatoridan 5 ta nakit stolbik bilan olsak, shunaqa chiroyli choklar hosil bo'ladi. Mana qizlar, o'zingizlar mana shunaqa 2 qator ekan. Buni anaqasi birinchi uchburchak choki, keyin 5 ta nakiti bilan olsak, mana shunaqa chiroyli chok hosil bo'ladi. Sizlarga ham tavsiya qilaman shunaqa choklarni to'qishlikni. Juda ham chiroyli chok. E'tiboringlar uchun rahmat. Meni kuzatib boringlar.